Bugun sizlar bilan atigi 200 ming so'mga noxat cho'rak tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib do'kondan go'sht olishimiz kerak. Men mol bollarini oldim. 840 grammi 135 ming bo'ldi. Ovqatimizni shirinli qiladigan iliq suvi bo'ladi. Bizga bu 17 ming so'mga tushdi. Ozgina zira va 900 gramm noxat umumiy 47 mingga aylandi. Endi uyga kelib, noxatimizni 3 marta yaxshilab yuvib, iliq suvga ivitib qo'yamiz. Mana tong ham otdi. Endi ovqatimizni boshlasa ham bo'ladi. Noxatlarni suvini to'kib, qozonga birinchi suyilani, ketidan go'shtlarimizni solamiz. Ovqatda arzondan zira tushgandan keyin navbat noxat polvonga. Undan keyin ustidan ko'proq suv solib, qaynatishni boshlaymiz. Qaynab chiqqandan keyin ortiqcha ko'piklarni olib, olovi pasaytirib miltiratib qo'yishimiz kerak. Shunda o'rtacha 9 soat noxatimiz shiri tortib, yumshoqqina bo'lib pishadi. Yana noxat naviga qarab, soati biroz ko'payishi yoki kamayishi mumkin. Pishishidan 1-2 soat oldin tuz solsak, noxatimiz yana ham yumshoq bo'lib chiqadi. Va nihoyat taomimiz tayyor. Endi uni go'shtlarini alohida olib, maydalab olishimiz kerak. Undan keyin bemalol laganlarga suz olsa ham bo'ladi. Bizda 200 minglik mahsulotdan 7 ta porsiya chiqdi. Shunda har bittasi 28500 so'mga tushyapti. Men tayyorlagan noxatga necha ball berasiz? Yozib keting. Mazasi bo'lsa, bay. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring.